ulug'larimizda bitta gapi bor. Eshitganmisizlar? Kimki hayotdan olmasa ta'lim, uni o'rgatolmas hech bir muallim degan bitta gapi bor ulug'larimizda. Mana men kommentariyalar o'qib chiqib xulosa chiqaryapman-da, bitta yigitimiz yozibdilar. Yigitmi, siz endi kattaroq odam bo'lsangiz kerak. Mana biz yoshligimizda deb yozibsiz. Diskotekalar, kafelar, barlar hamma joyda yurganmiz. Lekin men hozir yaxshi odam bo'ldim. Men unaqa odam bo'lmadim, deyaptilar-da endi. Siz demak mana maqolga tushadigan odamsiz-da, siz xulosa chiqargansiz. O'sha krugda večno qolib ketmagansiz, chiqib ketgansiz. Etingizni yig'ishtirgansiz. Endi siz o'zingizni qarichingiz bilan o'lchamang-da. Bir xil odamlar u krugga tushgandan umuman chiqib ketmaydi. Umrini oxirigacha o'sha yerda yashaydi-da. Shunaqa odamlar ham bor-da. Endi bir xillar gapiryapsizlar, erkaklik haqida gapirganimda tars degan gapim men pulni gapirsam, siz boshqa narsaga olib boryapsiz-da. Siz aytgan narsa bilan baholanganda edi erkaklik. Hamma yo'q erkak bosib ketgan bo'lardi-yu. Erkaklik bilasizmi nima unda? Birinchi o'rinda nimadan boshlanadi erkaklik? Birinchi o'rinda oilani ta'minlab qo'yish erkaklik. Xotinning puliga qaramaslik erkaklik. Birinchi o'rinda shu. Og'ir ishlarda xotin kishiga qigizmaslik erkaklik. Oilani sha'nini himoya qilish erkaklik. Oilani boqish, to'la to'kis qilib qo'yish birinchi o'rindagi erkak vazifalaridan bu. Birinchi o'rinda. Xotin kishiga sharoit yaratib berish. Hali kimdir g'iybat qilaydiganda, haligini og'ziga urib yopishtirib qo'yish erkaklik. Bilmaydigan erkaklarimiz ham bor ekanda bu narsani. Siz xulosa chiqaribsiz-da hayotdan. Yurib yo'llaringizdan xulosa chiqarib ketibsiz siz. Kecha kommentariyani o'qiganimda bitta odam yozibsiz. Men debsiz bir narsani ko'rdim Rossiyada. Ko'ribdilar bir narsani endi. Haligi bitta xotin boribdi, farzandli bo'lmagan ekan u xotin borib Rossiyaga borgan ekanlar. Endi farzand kimdanligini bilmasmi hech kim? Hali farzandli bo'lib ketdi. Mana erkak deb yozyapsiz-da endi. Mana erkak yopiqli qozon yopiqligicha qoldi deb yozyapsiz. Keyin men javob yozdim. Yashang ota-o'g'il. Bir g'iybat qilgis ketdi-da. Endi yopiqli qozon yopiqligicha qolmadi deb yozdim. Deb yozdim. Hali kommentariyani teg bilan o'chirib tashlabdilar-da aka. U aka bilmabdilar g'iybatligini ham menimcha. Agar g'iybatligini bilganlar, meni bitta oddiy odam yopishtirib qo'ydim. Gap bilan tochkasiga urib qo'ydim-da. Agar men urushmadim ham, oshcha gap gapirmadim ham. Shu gap bilan yetkazib qo'ydim. Agar mendan aqlli odam bo'lganda hozir yomon qilardi. Men o'zimga aqlim doirasida javob berib qo'ydim. Shunaqangi agar yuzma-yuz uchrashib qolsangizmi shunaqa erkak bilan? Yuzma-yuz uchrashib qolsangizmi? Siz shu yetalab borib isbotlasa betiga aytolmaysiz, to'g'rimi? Betiga aytolmaysizmi-ki, siz uni xatosini to'g'rilay olmayapsizmi-ki? Nima qilasiz gapni ko'paytirib? Farzandlaringiz значит bor-ku, siz o'zingiz yasab olgansiz-da. O'zingiz yasab olgansiz. Siz bola yasab berib o'tiradigan odamsiz-da siz. Xudoning iznisiz bitta nina yasay olasizmi? Nina yarata olasizmi? Xudo beribdiki, siz farzandli bo'libsiz. Xudo bergan ishi bilan siz karillamang. Bizning hech narsa ishimizni biz qilmaganmiz. Eng yomon, eng katta xatoyimiz men deb qo'yishimiz-da. Men deb qo'ydingizmi? O'sha kundan boshlab siz sindingiz. O'sha kundan boshlab siz o'zingizni sindirishni boshladingiz. Shuni unutmang.